So'nggi paytlarda yurtimiz yo'llarida mana shunday holatlar tez-tez uchrab turibdi. Bugun biz tezlik loyihasi doirasida tartibga solinmagan piyodalar yo'lakchasida haydovchilar harakatini kuzatamiz. Kamera va svetofor bo'lmasa-da, piyodalar yo'lakchasi chiziqlari aniq ko'ringan va belgi o'rnatilgan qismda haydovchilar qoidalarga amal qilgan holda piyodalarni o'tkazib yuboradilarmi? Kuzatuvimiz davomida shunga amin bo'ldikki, haydovchilarning ko'pchiligi tartibga solinmagan piyodalar yo'lakchasida piyodalarning harakatlanayotganini ko'rsa-da to'xtamasdan o'tib ketmoqda. Xoh u yo'l chetida farzandlari bilan oftob tagida turgan ayol bo'lsin, xoh yoshi ulug' keksalar bo'lsin, ko'pchilik haydovchilar qoidalarni inkor qilgan holda yo'lida davom etmoqda. Natijada bu piyodalar uzoq vaqt davomida yo'l chetida turib qolishyapti. Ko'rib turganingizdek, hatto maktab o'quvchisiga ham haydovchilar yo'l berishmadi. Natijada o'quvchi qizaloq ancha vaqt yo'l chetida turib qoldi. Ba'zi hollarda esa bir haydovchi to'xtasa, ikkinchi haydovchi tezlikni pasaytirmagan holda o'quvchi uchun xavfli holat keltirib chiqarganini ham guvohi bo'ldik. Bir o'ylab ko'ring, shu qizaloq o'rnida sizning ham farzandingiz bo'lishi mumkin edi. Barcha haydovchilar uchun piyodalarga yo'l berish qoidalarini yana bir bor eslatib o'tamiz. Tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyiga yaqinlashayotgan transport vositasining haydovchisi qatnov qismining shu yo'nalishini kesib o'tayotgan piyodalarni o'tkazib yuborish uchun tezligini kamaytirishi yoki to'xtashi shart.